Abdurrahmon Abduhalilov. Marhamat. Sovg'ani Adando'dagi Al-Buxoriy Islamic Center bosh imom xatibi Ilyosxon domla topshirdi. Marhamat. Azizlar, bu vatan quvonchi birinchi o'rinda egasi. Marhamat. Abdurrahmon Abduhalilov. Marhamat. Alloh muborak qilsin. Allohu akbar. Olyapsizmi Said? Alloh sizga qilsin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin, qutlaymiz. Alloh akbar. Masalan, o'zlarining ham qo'llari bilan taqdirlandi, kitoblari bilan. Shu kitoblarni ham o'qib olim bo'lsinlar. Amin. Endi Qorim Abdurahmonmidi? Abdurahmon Qorimni dadalari Abdulash aka. Akam kerak. Men hozir bu kishini yig'laganini ko'rib o'zim badanim junjikib ketdi. Keyin yo'q, men o'qasiz. Nega bizni ham albatta farzandlarimiz qori, hammamiz farzandlarimiz qori bo'lsin. O'sha shu. Men hozir nima guni? Tosh kiyadi ular. Ota-onasiga tosh kiyadi. Payg'ambar alayhissalom do'u ahsan min do'u shams fi dunyakum dedilar. Ota-onalarga, qorilarga, hofizlarga, ota-onalarga toj kiydirilganda, u tojni nuri quyoshning nuridan ham porloq bo'ladi. Fi dunyakum dedilar Rasululloh alayhissalom. Dunyolardagi quyoshning nuridan ham porloq bo'ladi dedilar. Alloh hammamiz o'sha kunni nasib qilsin. Amin. Buni do'qbilman, o'zim atayish uchun Allohdan izn so'radim. Bu Hazrat rahmatullohi alayhi bizni o'sha 100 yilda keladigan ulamolarimizdan biri bo'lganlar kim? Hazrat Yorqinjon domla. Yorqinjon domla hazratda aytib o'tdilar. Shuni inshaalloh Iloson izningiz bilan Abdurahmon Gamas bilan toj egasi asli bu kishi. Toj egasiga kelamiz. Keling, bismillah. Allohu akbar. Allohu akbar. Size. O'zi ham ayni size ekan. Size. Nomi ham size. Mana hozirgi silsila ko'rdingizmi? Ilohim Hazrati bu yerda o'qigan silsilalarni hammasini o'qib, o'sha silsila sohiblaridan bo'lsinlar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana agar tabriklaymiz. Hammalariga duo qilib, ular sizga kiysinlar. Dunyodan shunaqa yordam Hazrati do'ppilarini va oxiratda toshlardi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Keyingilar kim keyingilar? Aytdi.